Bu filialimiz xudo xolisa hammaga qulay lokatsiyada qurilyapti. Yakkasaroy tumanida. Chilonzorga bir gazeta 6-7 minutlik yo'l, Sergeli tumaniga ham 10-15 minutlik uzoq yo'l, boshqa Shayxontohur tumanlariga ham juda yaqin masofada va kelish ham oson va parkovkalarni ham keng joy tanlaganmiz. Xudo xolisa bu filialimizda bolalar nevrologi va kattalar nevrologi ish faoliyatini olib boradi va bu filialimiz ham grijani operatsiyasiz davolash hamda yelka bo'g'im, tizza bo'g'im og'riqlarini davolash, insultni reabilitatsiya qilishga mo'ljallangan. Faqat qatnab olinadi bu yerdan. Esperto Med klinikasining 3-filialiga kiraverishda mana chap qo'limiz registratura bo'ladi. Undan keyin alohida kassa bo'ladi va registratura va kassani kutish uchun alohida joylar ham bo'ladi bu yerda. Bu yangi filialimizni bemorlar konsultatsiyaga kelgan paytda kutadigan joyi. Masalan, mana joydan ekran qilmaganmiz, zal ajdaniyani o'zi mana shunaqa keng bo'ladi xudo xolasa va bemorlar bir-biriga tiqilib o'tirib yoki diskomfort holatga bo'lmaydi. Fizioterapiya olayotgan bemorlarda terlash kuzatiladi va bu yangi endi xonaga kirib kelgan bemorlarga bu hid yoqmaydi, yoqimsiz hid bo'ladi. O'shaning uchun havoni tozalash sistemasiga juda alohida e'tibor berganmiz va apparaturalarimiz ham eng natija beradiganlarini o'zi zakaz qilib qo'yganmiz. Ular ham xudo xolis eng rivojlangan davlatlardan kelishadi.